Moskva hamda Moskva viloyatidagi va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik tajribaga ega ishonchli hujjat xizmatlarini tavsiya qilamiz. Ro'yxatdan o'tkazish va uni uzaytirish, turli xil ma'lumotnomalar, bazalar bo'yicha tekshiruv xizmatlari mavjud. Muhim eslatma. Amina ilovasi to'liq ishlamayotgani sababli ro'yxatdan o'ta olmaganlar ushbu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Hozirning o'zida ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo va WhatsApp orqali yozing. Eron rasman jahon chempionatini tark etdi. Oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomaniy va mamlakatning bir qator amaldorlari AQSh va Isroil hujumi ortidan o'ldirilgandan keyin futbol bo'yicha Eron terma jamoasi rasman jahon chempionatini tark etdi. Eron hayotini futbol bilan taqqoslab bo'lmaydi deb hisoblaydi va o'z futbolchilarining jahon chempionatiga borish xavfini o'z zimmasiga olmaydi, deyiladi bayonotda. Xitoy Eron bilan real vaqt rejimida sun'iy yo'ldosh tasvirlarini va elektron razvedka ma'lumotlarini, jumladan Amerika kemalari va bazalarining aniq koordinatalarini baham ko'rmoqda. Eron razvedka vazirligining yuqori martabali mulozimlaridan biri Hoji Muhammad Basiri, Eron mudofaa vaziri general Aziz Nosirzoda va Eron ommaviy axborot vositalari bosh shtabi boshlig'i Musoviy AQSh Isroil tomonidan Tehronda amalga oshirilgan hujumlarda o'ldirildi. Pokistonda namoyishchilar Karachidagi Amerika konsulligiga hujum qilishdi. Eronda musulmonlarning o'ldirilishi uchun qasos olish maqsadida tayoq bilan odamlar binoga bostirib kirishgan va amerikaliklarni o'ldirishga urinishgan. Bag'dodda portlashlar eshitildi. Ehtimol ko'prik portlatilgan. Shaharda erta tongdan beri AQShning mintaqadagi harakatlarga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilar AQSh elchixonasiga bostirib kirishga urinmoqda. Xavfsizlik kuchlari gaz bilan javob berishdi. Trump Eronga tahdid qildi. Eron hozirgina har qachongidan ham qattiqroq zarba berishini aytdi. Ular bunday qilmagani yaxshi. Chunki bunday qilsa, biz ularga hech qachon ko'rilmagan qudratli kuch bilan zarba beramiz, deya ogohlantirdi AQSh rahbari. Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy dushman rahbarlarni o'ldirish Eronni beqarorlashtiradi deb o'ylashda adashmoqda. Bizning qurolli kuchlarimiz o'z imkoniyatlari va tayyorgarlikning faqat bir qismidan foydalangan. Eron xalqi o'z rahbariyatiga sodiqligini isbotladi. Siz Eron xalqining qalbini kuydirib yubordingiz. Biz esa buning evaziga sizning qalbingizni kuydirib yuboramiz. Mustamlakachi kuchlar ular biror mamlakatga kirganda aldamchilik yoki boshqa har qanday yo'l bilan uning resurslarini talon-taroj qilishga harakat qilishadi. Hozirda Qo'shma Shtatlardagi ishlar uchun mas'ul shaxs bu talonchilikning to'liq ramzidir. Muvaqqat rahbariyat kengashi bugun tuziladi, dedi Ali Larijoniy. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Isroil va AQSh harbiy bazalariga qarshi yangi zarbalar to'lqinini e'lon qildi. Ular 27 nuqtaga, jumladan Tel Nov aviabazasiga, Isroil armiyasi bosh shtabiga va Tel Avivdagi yirik harbiy sanoat majmuasiga qaratilgan. Bugun Bahrayn va Qatar yana Eron raketasi va dronlari hujumiga uchradi. Eron osmonining yopilishi munosabati bilan ko'plab yo'lovchi samolyotlar Ozarbayjon havo hududidan foydalanmoqda. Eron Isroilning markaziy qismiga navbatdagi zarbalar to'lqinini yo'lladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil poytaxti Tel Avivda 40 ga yaqin binoga ziyon yetgan. Zarbalar oqibatida shu paytgacha 200 ga yaqin odam evakuatsiya qilingan.